Yo, ota, lekin shunday bamani gap so'zlari joyida. Uyim joyim deydi. Eng muhimi onamdan qolgan dorilar ichadi. Uvol bo'ladi shuncha dori, ota. Assalomu alaykum. Qarang. Voy. Buning grija. Yo'q, grija emas, ota. Qattiq ta'zim qildi, ota. Jon qizim, gapimni eshit. Bu 3 so'mlik foyda ko'rmay turib 1000 so'm xarajat qilib bunga qo'y olib ma'raka qilaman keyin men. Lekin ota shunaqa ko'p kitob o'qigan, shunaqangi bir ziyoli. Menga ilmi kerak emas. Turishini qarang. Bu tuya bo'lib qopti-ku bu. Maylimi oldingizda o'tirsam? Keling. Oyog'imda darmoni qochdi. Yo'q. Ya mana yonlarda. Yonimda emas, bitta dunyoda yashashimizda o'zi menga og'ir. Ota, siz uni qo'pol qilmang-da. Hali umuman erga kelmagan Mana dedim. stolni topolmayapti, to'g'irlab qo'y topgan dahmazangni. Siz bir gap so'zlarga ahamiyat bering. Ko'zlarda mehr bor, mehrga muhtoj, ota. Ko'zda mehr emas, achki bor. Qarang. Voy. Ha? Bu oxirgi marta yozda cho'milganmi nima? Ota, meni desiz uylaning shu ayolga. Ko'zlarda mehr bor, qarang. Ey, shunaqangi sizga suyanchiq bo'ladi, hamdard bo'ladi. Patologga birga qarab yotasizlar. Qarang, ota. Bunga butun boshli Sirdaryoni balig'ini yezdirsak ham ziriniyasi joyiga qaytmaydi bolam. Bu menga dard, balo, tashvish bo'ladi bu. Bu menga osiladiganga o'xshayapti. Bunga yo'l boshlamasang yo'lini topolmaydi bu. Salkam 80 ga bordim. Shu paytgacha erkak zotini qo'lini ushlamaganman. Ana, dada, ana. Shu o'lar chog'imda bir erkakni nafasini his qilsam devdim. Ana. Shu paytgacha nimaga erga tegmagansiz degan bo'lishingiz mumkin. Ana qarang. Mol dunyo to'plaganman. Ha, meni otam Saidlardan bo'lgan. Qarang. Hamma tillayu topganlari menda.